Assalom. Kitap o'qishman beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir Havida Isroilning Kashmish nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. 34-bob. Yaqindan buyon Sattarning kelar yili pensiyaga chiqadiganligi to'g'risida mish-mish gaplar chiqishi bilan ishxonamizning havosida bir jiddiylik paydo bo'ldi. Bu jiddiylik Tojigulning boshqacha tus olgan chiroyi, gap so'zi, yurish-turishlaridan badaniga chashqan attir puroqlar bilan billa tarqalayotgandek edi. U nihoyat tez o'zgardi. O'zgargandimi 180 gradus o'zgardi. U hozir hammamizdan burun ishga kelib, hammadan keyin qaytdi. Hukumatning telefonini ilgirgidek soatlab g'ayrat shikoyat ishlatmaydi. İş vaqtida do'kon oylanğidimi chiqib ketmaydi. Kun bo'yi kompyuter oldida aldirash ishlayotgandek o'ltirib ketdi. Sattar yig'inlarda uni to'xtamay maqtaydi. Hozir yoshlarni o'stiradigan davr, mana Tojiguldek yoshlarni o'stirsa bo'ladi, deydi. Sirtqi o'rinlar bilan aloqalashadigan, yuqoriga uni buni tasdiqlaydigan, bölümning vazifa o'rinlash ahvolini xulosalab, mukofot, xarajat tarqatadigan ishlarni Tojigulga topshirdi. Tojigul qilgan ishlarini davron qilib, taqildab, u chatdan bu chatga 100 qatam menib, hamma ishni yolg'iz o'zi qilib atganligini eskartib turdi. Boshqalarimiz yordamshayli desak, qizg'angandek bir qilqlarni qilib ketdi. İdaraga kelgandan buyon bir tadqiqot temasini mustaqil ishlab baxmagan. Ömrida biror parcha kitobni tugitib o'qib baxmagan. Adabiyotning nemaligini bilmaydigan, tadqiqotni savdo, munosabat deb tushunadigan bu ayol adabiyot tadqiqot ishxonasining rahbarlik o'rniga jirish qilyapti. Kulgili yeri u o'z ojizliklarini yepish uchun pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan mendek bir odamni istili buzuq, 4-5 oshnisi bor. Ayoli bechora dardga chidamay necha qitim o'lib olmoqchi bo'lib ekan. Desa, Dilmuratni ashaddiy haroqkash, qachon qarsin mast yurdi, ishga kelmaydi, siyosiy yig'inishga qatnashmaydi. Haroq ichib, xalqning xotiniga cheqilib qo'yib, soqchixonlarda necha qitim yetib chiqqan, deydi. Onun g'aybatlari bizni tushundiganlarning oldida oqmisimi, ahvolni tushunib ketmaydigan ko'p qism kishilar uning nihoyat ishonch bilan qilgan gaplariga ishonadi. Bo'libmi, bizni yaxshi ko'rmaydigan ba'zi kishilar bunday gaplarni hamma yerda ko'tarib yurishadi. Albatta, buning sabablari yo'q emas. Bultur Dilmuratchikimiz madaniyat tanqidchiligi nuqtasida adabiyotimiz ustida qayta o'ylanish temasida kitob chiqardik. Bu mamlakatlik tadqiqot temasi edi. Yil oxirida kitobimiz yaxshi bahoga va mukofotga erishdi. Biroq biz xeyli bir qism kishilarga yomonmi bo'lib qoldik. Muhim bir so'rinda nopozliq bir shaxsning kitobimizni so'kib bir tiyin qilayotganini angladik. Shuningdan keyin ba'zi birodarlar bizga qaramas bo'ldi. Kimni ko'rsa sexiylik bilan maqtab yuradigan ba'zi kasbdoshlarimiz o'shqi olchi tushgandek qiyin-qiyinga sig'may qoldi. Dilmurat haroq ichib elib, ularning bir odamiga "Sizlar ilmni to'nimaysizlar, huquq bilan nupozni, yana biri manfaatni to'niysizlar", dedi. Bu gapda ochiq bir haqiqat bor. Qachonla qarsa guruh bo'lib, dasturxon cho'rdishib yuradigan bu odamlarning kitob o'qig'idak, ilm ustida, badiiy adabiyot ustida izlangudek vaqti yo'q. Ilmga berilgan odam oylar, yillarni ustal oldida, chiroq yo'riqida o'zi yolg'iz o'tkazadi. Ilm egallash, ijod qilish uchun uningdan boshqa oson yo'l yo'q. Aramızda oson yo'l izlaydiganlar ko'p. Xeyli odamlar bir amallar bilan bir ikki kitob chiqarib elish, televizorda bir necha qitim ko'rinib elishni, shoir, yozuvchi, tadqiqotchilikning o'lchami deb qarashadi. Demisimi,
mancha 100 parça romanımız var deb maqtanışlar. Televizor söhbətlərdəki təsirli gəplər, mədhiyyələr, көз yaşlar kişini bizmi qaltışımı degan to'yg'oqqa keltirib qo'ydi. Ammo kitap jurnallarını varaqlasang, esingda qolgudek biror narsa topolmaysan. Ba'zilarini bir necha bet o'qimay raying yonadi. İcadiyat degan so'zning ma'nosi yangilik yaratish deganlik bo'lsa kerak. Har bir asringda yangi bir palla bo'lmasa, boshqalar o'ylamaganni o'ylay olmasan, boshqalar demaganni deya olmasan, yozma undaq asarni. Yazgıcı, şair, xalqning ma'naviy kamolatini ichib berguchi ham uni beyitguchi. Hargizmi kitobning birlik hosulini oshirguchi emas. Bu xil holatning shakllanishida bizdagi bilimsizlik, nazar doiramizning torliqidan boshqa jon boqar tanqidchilar bilan guruhvozlikning mas'uliyati ig'ir bo'lsa kerak. Adam maqtab yuqoriga yamish qo'ydi yurgan ba'zi yoshlarimiz bu xil nachar xohishga varslik qilib qolmay, uni yangi pallaga ko'tarmoqda. Bu maqtanishlarga endi chek qo'yish, adabiyot va tanqidchilik sohasida ilmiylik va samimiylikning mutlaq nopozini tiklash zarur edi. Buni his qilib yetganlar chakki qilish, zarbalarga bardoshlik berib, mushu yo'lda amaliy ishlashni xohlaydiganlar qanchalik. Buni belgilab bo'lmaydi. Tojgulning raqiblari uning qaysi muhim boshliqni pul bilan, qaysisini sovg'a salom va qaysisini nas karashmi bilan qo'lga keltirganligini so'zlashib yurishdi. Biroq bu gaplar buning pishqoqlarida qoldi. Yil oxiriga barmayla Sattarning vazifasi qoldirilib, o'rniga Tojgul qo'yildi. Orqadilla bo'limimizga yangidan 2 magistr yigit keldi. Ular Tojgulga cho'nqur hurmat va ayminish nazarida qarshiydi. Uning topshiriqlarini yugurib yurib ado qilishdi. Yozmoqchi bo'lgan maqolalari to'g'risida uning fikrini elishga tirishdi. Tojgul ularga yo'l yo'ruq bergil tursa, Dilmurod ikimiz og'zimizni ichib to'ltirib qoldik. Yil oxirida ular yezib bitirgan maqola Tojgulning nomida e'lon qilindi. Ikkinchili Tojgul Dilmurod ikimizni raqobatda yengib, oliy unvonga erishdi. Bu ishlarga nima degilik? Dilmurod bir mezgil dardini aroqdan elib, aroq burab turgan holda ishga keladi. Albatta, uning bu holatini ko'rish ba'zilarning orzusi edi. Bir kuni magistr yigitlarning biri nashrdan yangi chiqqan Soyining monologini ko'rib, qo'limdan oldi. Kashkicha bosh ko'tarmay ko'rib, ishdan tushadigan chaqda un-tinsiz qaytirib berdi. Әтсәт дегенде алдымға bir necha betlik bir maqolni qo'yib qo'yibdi. Bu she'rlarim to'g'risida yozilgan maqol ekan. Men uni astoydil o'qidim. Yigitning ba'zi tahlillari xeyli cho'nqur bo'lsa-mu, toza joyiga tushdi degila bo'lmaydi. Yaltiroq so'zlar, quruq madiyalar, ko'proq bo'lgandan boshqa maqolaning qurilmasi ham tilidimi ba'zi savalliklar bor ekan. Men maqolani uningga qaytirib berib buni e'lon qilishga oldiraman. Maqola texi dastlabki ta'sirotning mahsuli ekan. İmkon bo'lsa, ko'proq material ko'rib, yanami o'yinib beqin. Badiiy jihatdanmi pishiqlab, uni asarning beqindisi emas, qalbingizdan urg'ib chiqqan mustaqil asarga aylantiring. Eng muhimi, uningga samimiy hissiyotingizni singdiring, dedim. Yigit menga gangirash ichida qarab qoldi. Men uning bu gaplarimning tegiga hamon bir kun yetadiganligiga ishonaman. 1996 yili sentabr, Urumchi. Dilmurod dadasining vafotidan keyin yana ichadigan bo'lib oldi. Ba'zida meni birlik ichishga chaqiradi. Doim uningga ulpat bo'laversam, ko'tarolmaydiganligim turganligim.
Şuna onundan özümni qaçırıp yürümen. Lekin onun içim ağrıydı. Ayalı meni näde görse tutup elip qaqşap ketidi. Onunğa gap qılıp qo'ying deydi. Dilmurat bilen bu ayal ikisi ikki dünya. Dilmuratdek adamni tushunish uchun onungdek bebaho qalb kerak. Ammo bu ayalda u yo'q. Dilmurat buruqturmalikni, g'ayriblikni, dil azorni unutish uchun ichadi. Biroq hech kim aroq ichib biror yaxshi oqibatga erishgan emas. Men uning vaqtsiz nobud bo'lib ketishidan ansirayman. Bugun Dilmurat meni izlab uyimga keldi. Ilhamjon aka, sana deydigan bir gapim bor. Buni sendan boshqa odamga degili bo'lmaydi. Anglab bir yo'l ko'rsatmasang bo'lmaydi, deydi. Amsa haroq ichmaymiz. Oshxonaga bormaymiz. Hajar tamoq etib berib, bolalarni elib bir yerga boradi. Ikkimiz kang tasha o'tirib paranglashayli, desa Dilmurat rozi bo'ldi. Men uning qo'shimisini turib bir nuqtaga tikilgunicha o'tirib ketishiga, orqa-orqadan u tortishiga, titrab turgan barmoqlari bilan to'xtamay galastugini bo'shtishiga qarab, uni sarosimiga selib atgan ishning odatkicha ish emasligini his qildim. Tamoqni aldiramay yedik. Tamoqdan keyin bir chaynak choy damlab, xontasandan birini oldiga qo'yib qo'ydi. O üntünsiz o'ltirib tamoqini ulab chekiverdi. Kichik uy birdamdala tamoq isi bilan to'ldi. Men derazini cho'ngroq ichib, pardini qayirib etdim. U menga kechirim so'ragandek xijillik bilan qarab qo'yib, achchiq bir kulib. Mushu tamoqa ajoyib narsa-da. Isini ichimga liq to'ldirib, aldiramay to'liq pövlab chiqarsam, xuddi ichimdagi qalaymaqan xiyollarni ilib chiqib ketgandek bo'lib, kallam sagib qoladi, dedi. Men tamoq chekmagandan keyin uning ta'siratiga o'rtoqlashishga amalsizligimni bildirib, kulib qo'ydim. Sana bu ishlarni tushundirish uchun gapni beshidan boshlay, dedi Dilmurat tamoqisining kulini qiqib o'yinib turib. Qara aka, bir kuni qizimning tong davri she'rlarini deklamasiya qilib yodlayotganligini anglab qoldim. Uning go'daklarcha zil ovozi she'rning sehriy kuchi bilan qo'shilib, meni shunchalik so'yindirdiki, hayajondan ko'zimga yosh keldi. Sen bilasan, bu she'rlarni men shunchalik yaxshi ko'raman. Keyin nemishqidu yana ichim ochiq bo'lib qoldi. Qizimning ismi Guliston. Men uningga Hofiz Shirozining katta asrining nomini ism qilib qo'ygan. U Hofiz Shirozini bilmaydi. Alisher Navoiyni bilmaydi. Hatto Lutfulloh Mutalibni bilmaydi. Qizimda nima gunoh? Hamma gunoh o'zimizda. Men nemishqa uningga o'zimizning klassik she'rlarini o'rgatmayman, deb o'ylab klassik she'rlarni ko'rishga boshladim. Ko'rgancha o'zimni tutib olmay qoldim. Navoiy va Xamisachilik bilan shuhrat qozongan klassiklarimizni sening oldingda tilga ilishga petinolmayman. Ammo 14-asrdalar ishq bilan tirik bu olam, gar ishq bo'lmasa bo'lmas erdi odam deb xitob qilgan Qutb. Gar bo'yingni sarvi desam, sarvining yo'q mingishi, gar livingni g'unchi desam, g'unchining yo'q so'zlishi deb tasvirlagan Rashidi. Rahat sana masjidu, manga mayxona, jannat sana bo'lg'usi, manga jonona. Her yerde taparga yo'q tapavut ani, gar Kaiba ichida bo'lva, gar butxona deb kinoya qilgan Obid. Vatanini men saman darman,
Vatan daryosi ateştir mana. Enderyimge havayı bağı bostanlar leziz. Dep kuyligen zəlililer ve ularının yaratkan şunçilik rəngdar, mükemmel bir manevi dünya meni öz koynuğa tartıpla aldı. Hemmeden aynı devirdeki töre işanlar terpedin telbe dep atalgan zəliliği mektum bulup goya gayet bir manevi sırdaş tapkandı şatlık çöldü. Hayacandan keçeleri gözüme uyku gelmedi. Bu köngül bulbul goya ki zimin asman qapes, sundurup pervaz iterge nale eyler her nefes. Degendek misraları bilen o menin kalbimdeki kahramanqa aylangan idi. Zəlili telbege alem qaranqı bolsa gam barmı? Çarağan eylerdi alemge goya dağı hicranım. Degen misralardaki acayip мәnilik oxuştuş. Nesli cahanda kalmadı, tel bezelilinin demen, ölgendin kiyin körüm, her gazelidin bir oğul. Degen misralardaki cesaret ve ümitvarlık beni zoklandırattı. Men bu misralarını sap havaga teşna bolgandek, teşnalık bilen qayta okup getettim. Men torda zəlili toğrusida maqal elan qıldım. Bu maqalem bulbul təxəllusluq bir tordaşını qiziqtirdi. İkimiz zəlili toğrusida bilgəllərimizni və təsiratlarımızı ortaqlaşdıq. Keyin her günü degedek internetdə sözlüşilgan bolup ketdik. Toxtab dur, gepimni bölme aka. Şunda qilib sözüşe bir-birimizge bağlanıp kaldık. Onun bilen bir gün sözüşelmey kalsam közümge uyku gelmeydi. Onun bilen qilishmagan geplerimiz kalmaydı. Şundak erkin azade keyfiyat, iç-içidin düşünüş, işiniş. Menin arzu kılıdığınım, izdeydiğinım şu idi. Tovama gepni, körüşmey, bileşmey turuş. Yak, o bizge natunuş emas. İsindi mu? 80-ci yıllarda yaşkına bir şaire, başkaçı bir uslupta şiirlarını yazıp, dan çıkarıp yürümedi mi? Ötkende sen bir maqalanda onu tılga algan. Biz ikimiz hatta aşu şaire acep yok bulup ketdi dep afsuslangan edim. Bulbul del şu ayal iken. Turmuşta baxtsiz bolupla kalmay, etrafidagilarning töhmet yekleşleriga uçurganlıqdan Kanadaga çıkıp ketgan ekan. Hazır Torontodagi bir oliy maktabda ishlaydi ekan. O maktabdagilarga mening ahvolimni tonishtirib, torda e'lon qilgan ba'zi maqollalarimni ko'rsatib ekan. Maktab taraf mening maqollalarimni tekshirib, mulohiza qilgandan keyin menga o'qishga qabul qilish, uqtirish avatibdi. Endiki gap, men o'qishga barsam 1-2 yilda qaytib kelmasligim mumkin. Barmisam umrlik pushaymonga qilishdan qo'rqaman. Bu yaxshi ishda qiladi. O'zing berib elib keyin xotin bolalaringni elib ketmamsan. Agar men borgandan keyin ishlar o'zgarib qolsa-chi. Masalan, men turmushni qaytadan boshlash niyatiga kelib qolsam yoki Dilnur shundaqmi qilarsanmi? Dilnur sening 15 yillik ayoling, eng muhimi bolalaringga uvol bo'lmasmi? Rost deysan, men bolalarimga uvol bo'ladigan ishni qilmayman. Lekin Dilnur ikimizning hozirgi ahvolimizga qarab bir mezgil ayrilib turib baqsa qandoq bo'ladi ekan deb qolaman.
Onun üstüge Dilnur moda qoğuluşudigan ayal. Chet elde okuyman desem, bütün küçü bilen kollaydı. Ondaq bolsa, ikkilenmey oquşqı var. Doktorluqni al. Gerçi sel kichikken bolsan mı gerek yok. Lekin balalarını herkes taşlama. Kalgan işler Allah'ın buyruğu boyucu bolmandı. Her az eli kışkanda boldu. Zeli'nin şiirlerini kızınqa öğüteldin mi? Öğütelmedim. Onunğa ağzı gelmedi. Ayalım arlışı bilip yol koymadı. Ama oğlum yatlab aldı. Şundaq qilib Dilmurad g'arbiy yerim shardagi Kanadaga ketdi. Xeyli kunlargacha go'yo tenimning bir qismidan ayrilib qolgandek yoki ruhim quruqdilib qolgandek bo'lib yurdim. Bu ay bu kunlarda ko'rganli odam bilan mungdashqili bo'lmaydi. Mungdashqudek odamingning bo'lmasligimi ig'ir ish ekan. Ba'zida o'z-o'zimga gap qilib ketaman. Bu işimden ayalım hayran kalıdı. Demisimi, hayattaki nurg'un ishlarga kişinin aklı yetmeydi. Hayat yolida nemeler kütüp turğunini bilishga inson qodir emas. Şuna konular peshoniga putilganini ko'rmay ilojing yo'q deyishadi. Biroq bir manzilga yetganda o'tgan kunlaringni eslasang, juda bo'lgan yaqin odamlarim tonuşup, tushunishgan, aqida qilishgan yoki tasodifiy tonuşup qolgan, sana yaxshi tilakda bo'lgan, mehr muhabbat ato qilgan kishilarni eslasang, bu dunyoda ko'ngilni illatib, insonga bog'lab turadigan uzilmas bir rishtaning mavjudligini, ashu rishta seni bu dunyoga, hayotga bog'lab turadiganligini his qilasan. Bir ishni o'ylasam, hozirmi hayron qolaman. Dilmuradni uzatish yuzsidan tuqqanlari bilan biri so'rinda bo'lib qoldi. So'rinda nihoyatda salopatlik, kelishgan bir nozir parang orliqida to'g'raqliq degan bir yurtning ismini chiqarib qoldi. Men hayajonlanib, o'zimning to'g'raqliq degan yerdan kelgan bir dehqon yigit bilan bo'lgan qisqagina do'stligimni keyin beshimga kutilmagan qismatlar kelgan, butun jahon mendan yuz o'rgan kunlarda qorong'u kamerda o'ltirib, ashu yigitning sovg'a solimini topshirib olganligimni, toza tushkunlashib, hayotdan bazgan chog'larimda uning mehr muhabbati menga shifo bo'lganligini so'zlab berdim. Ashu yigitning ismi nima ekan? Nozir mendan so'rab qoldi. To'xtiqori deb javob berdim. Kutmagan yerdan Nozir o'zining dal ashu To'xtiqorining o'g'li ekanligini aytdi. Ikkimiz qaytadan quchoqlashib ko'rishdik. Keyin men saqlanib qolgan bir qism koni suratlar orasidan dadasining ayni yillardagi suratini tepib berdim. Nozir hissiyatchan kishi ekan. Shuncha yillar o'tgandan keyin Nozir hissiyatchan kishi ekan. Suratga qarab, bo'qildab yig'lab ketdi. Shundan keyin ikkimiz bir necha qitim uchrashdik. Lekin munosabatimiz dastlabki holatida qoldi. Hashamatlik so'rovlar uning dadasi qalbimda qo'zg'agan unutilg'isiz hissiyotlarni qo'zg'ay olmaydi. Nozir bilan mendek namrat ziyoli o'tirsida o'rtaqlik yo'q edi. Biroq uning dadasi sap, samimiy qalbi, o'ziga xos she'riy sezgisi, chiroyli xatlari, sel tortinib yozg'inim bo'libdimi deb kulib turishlari bilan mangu esimdan chiqmaydi.
Ayni vaqtdagi hikoya esinglarda ha? To'xtaqari atayin Qashqar shahriga berib, bu Ilhomjon degan muxbirni izlab topolmay qaytgan shu mazmun esimga ko'nglim yerim bo'ldi. Bo'ldi, davomlashtiray. 35-bob. Payshanba kuni subhida bolalari bomdodga qo'pishdan ilgirla Zeynepxon uydan chiqib ketdi. Yulduzlarning yo'riqida aran ilg'i qilg'ili bo'ladigan qorong'u ko'chini kesib o'tib, mahallaning yuqorisiga qarab mandi. Qaysi biri hovlilarning, bog'larning oldidan o'tganda itlar qovab qolatdi. Yo'llarda, itiz qirlarda yo'g'an yang'oq o'rik daraxtlari qariyib ko'rinadi. Mahallaning cheti kevezlik edi. Zeynepxon kevezlikning qiri bilan ketayotganida burniga kuchlik dori puruq urildi. Qurtni yo'qotish uchun dehqonlar uni bo'lishiga chachatdi. Shuning bilan etizlardagi qurt qo'ng'izlar, paqalar tangli qirilatdi. Bularning o'likini yegan qushlarmi o'lib qoladi. Zeynepxon ilgari dasiganli yerdan 2-3 paqa sakrab chiqadigan chaqlarda ziroatlarga bunchavala qurt tushib ketmaydiganligini o'ylab, o'zicha Allah yaratgan har qanday jonivorning bir xosiyati bor ekan deb pichirladi. Etiz qirlardan qushlar bilan paqalar yo'qolgandan buyon kepinak qurt tutish odamlarga qoldi. Hey odamlar, o'z qilmishining jazosini tortib o'tadigan odamlar. Kevezlikning chetiga qarab mong'ancha yerlar egizlab qolgandek bilinadi. Zeynepxon g'uva tam yo'riqida sinchilab qarab kevezlikni qum besib ketganligini, eng chetdagi bir necha mo'g yerdagi kevezning uchiga chiqib qolganligini ko'rdi. Qum degan sezgisiz, jonsiz narsa emas. U hammani sezib, bilib turadi. U mong'idi, ussaydi, ba'zida xush bo'lsa, ba'zida qutraydi. Uni muloyimlashtiradigan narsa faqatli suv. Odamlar uning ich bag'rini quritib qo'yganda u qutrab o'zini har yoq otadi. Odamlardan yer suv talishidi. İlgari bu yerlar qo'yuq yulg'unliq edi. Anda sanda to'g'raqlarmi yashirib turadi. Qutragan qum yulg'unliqqa kelganda to'xtab qoladi. Hozir ular yo'q. Qum qadamma-qadam ishkirlab kirib-o'tdi. Ana, bu qabristonlikqa qaraydigan Savdog'imning uyimi qum tegida qoldi. Bir ayning oldida Ayzimxonning 7 nazirsidan keyin tuproq beshiga kelganda Zeynepxon ashu uyning to'ngligidan sherqirab qum to'kilib turganligini ko'rgan. Zeynepxon etizlikdan o'tib bo'lganda mahalladagi xo'rozlarning bas-basta chillashgan ovozi anglandi. Jiroqdan qabristonlikning dal-daraxtlari ko'rinib turadi. Bu yerda qabrlar tezli o'rilib yo'q bo'lib ketadiganligi uchun kishilar qabri atrofiga ko'chat tikadi yoki tug' alam bog'lab qo'yishadi. Shuningga asosan kishilar ota-bova, urug' tuqqanlarning qabrisini yengilab yo'qlab turadi. Madaniyat zo'r inqilobida Dojaydan uyg'onayotgan yillarda nurg'un ko'ni qabrlar yo'qolib ketdi. Lekin Zeynepxon bolalarini boshlab kelib, To'xtaxon bilan Qutlug' hojining qabrisini pat-pat suvab yengilab turadi. Bolalarga mendan keyin qolsanglarmi, ota-bovalarimizning izini yo'qotib qo'ymanglar deb tapilaydi.
Zeynep xan ata-anasının qabrisi yanında bamdat namazını okudu. Ata bovularının ruhiga atab, balalarga aman esenlik, köңлегә insaf tilab, uzundan uzunga dua qildi. Kızının qabrisi aldıda yükünüp olturup, pichirlab, ayet okup, dua qilib bulup, qabriga yönünüp bir pes hardık aldı. Taң asta-asta yo'rishqa başladı. Zeynep xan toyuqsiz arka tarafının kelib atqan Xatmi Qur'on ovozini anglab, ishtik o'rnidan turib ketdi. Sal nerida Abdug'ani Axun texi yengila 40 nazarisini bergan Ayzim xonning qabrisi oldida muhchib o'ltiradi. Zeynep xon kiyimini qiqishtirib, yog'liqini o'nglab chekib, Abdug'ani Axunning yon tarafiga kelib o'ltirdi. Abdug'ani Axunning bo'g'uq, hasratlik ovozda o'qigan oyatlarni anglab etib, ichida Ayzim xon talaylik ekan, armonsiz ketdi. Keyingi chaqlarda uzoq og'riq tortgan bilan xorlanib qolmadi. Bolalarimo bir-biridan insoflik cho'ng bo'ldi. deganlarni xiyolidan o'tkazdi. Ular duo qilib bo'lib, tinch omonlik so'rashdi. Abdug'ani Axun qizarib ketgan ko'zlarini qabriga tikib, bir pas jimib ketdi. Xelidan keyin beshini ko'tarib yig'layotgandek bo'g'iq ovozda: "Manga bek ig'ir keldi Zeynep xon. Kesel bo'lsa-mu, o'ylab o'ltirib bergan bo'lsa, uni qilinglar, buni qilinglar deb meni ishga buyruq qo'yib yotgan bo'lsa, ming martaba rozi emasmidim. Mana endi stol qarsam yig'i tutdi. Uyga tek kirgim kelmaydi. O'zimni bilmayla bu yerga kunda necha qitim kelib qolaman." dedi. Sabr qilsizlar, o'lganning orqasidan ketgili bo'lmaydi. Alloh taolo rizqimizni ko'tirgicha sabr toqat bilan yashamasak kupurliq bo'ladi. Uyga, bolalarga sili bo'lmasli bo'lmaydi. Ayzimxonni jannatda rahat ko'rsin deb Alloh o'zi elib ketdi. Uni to'la o'ylayvermisizlar. Dard degan jonni ikakdaydi, deyishidi. Jallarını ayısla. Ben berip helim gününü əvətək 5-6 gün yalvarda tursun. Rəhmətlik silini bək çoğun körətdi. Toğraqlıqda onundək ayal yox deydi. Silini yaş tul qaldı dəb daim ғəmlərini yeydi. Əslirdi barmekin, açarçılıq yıllarda Silininkiga 2 qitim buğday evetken, 2'lisini men özüm keçisi apırıp o'yinlarga qo'yib qo'ygan. Zeynep xonning yuragi sirqirgandek bo'ldi. U Abdug'ani Axunga tikilib qarab: "Hey Abdug'ani Axun, ashu yillari bolalarim kichik vaqtida urushib bergan, Eğilning temini yasışıp bergen, ögziga topu selişip bergen çaqlardı mı Ayzimxon evetkenmedi?" Abdug'ani Axun ikki tizining o'tirsig'a ingishtirib olgan beshini kucha langishdi. Zeynep xon Abdug'ani Axunning ko'zidan oqqan yo'g'on yosh tomchilarining qomga tushib, singib ketayotganligini ko'rdi. Xo'sh, bugun o'sha yergacha o'qib beray.